bizda taklif qilayotgan texnologiya bu galogen ammoniyaning texnologiya. O'zbekistonda katta metallurgiya kombinatlari bor, Olmaliq, Navoiy kombinatlari. Ularda ishlab chiqarish jarayonida chiqindilar juda ham ko'p. Mana aytaylik, Olmaliq kombinatida hozirgi kunga taxminan 2 milliard 800 millionga yaqin chiqindi bor. Navoiyda undan ham ko'p, taxminan 5 milliard tonnaga yetib qoldi. O'shalarni chiqindilarni qarab ko'rsangiz, tarkibida taxminan 50% qum, kremniy, 15% gacha alyuminiy, 5% 6% temir. Buni hammasini qo'shib chiqsa, taxminan 80% 90% gacha boradi. Bizning bu texnologiya nimaga hozir biz buni taklif qilyapmiz? Demakki, butun dunyoda hozir additivniy texnologiya rivojlanyapti. Additivniy texnologiyalar unga faqat toza xomashyo ishlatsa bo'ladi. 99.9 bo'lishi kerak tozaligi. Zarrachalarning mayligi nano bo'lishi kerak. Bu galogen ammoniya texnologiya shu narsani qiladi. Bu texnologiya bo'yicha biz birinchi kremniyni olib tashlaymiz. Kremniyni olib tashlagandan keyin alyuminiy, uchinchi jarayonda o'sha temirni olib tashlaymiz. O'shanda 80-90% makrokomponentlar olingandan keyin qolgan ostatkada oltin, kumush, platina, noyob metallar, shu narsalar konsentrat bo'ladi. Biz qilgan Marjonbuloqda qilganimiz ish ko'rsatdiki, kremniy, alyuminiy, temirni olib tashlaganimizdan keyin qolgan nimada atigi 10% qoldi. Shu 10% ichida oltin boshida aytaylik 0,6, 0,7 gram bo'lgan bo'lsa, oxirida bizning ishimiz chiqqanimizdan keyin taxminan 3,5-4 gramgacha oltin ko'paydi. Xuddi shunaqa aytaylik redkий zemля, itri, lantan, neodim, prozodiy shu nimalarni boshida aytaylik zo'rg'a bir 500 gram bo'ladigan bo'lsa, oxirida shu narsa уже 5 kilo, 3,5 kilogacha chiqadi. Hozirgi talab qilayotgan narsalar shu redkий zemlyalar hammasi yangi texnologiyalar ishlatyapti. O'shaning uchun bu texnologiya bilan optimizatsiya qilsangiz bo'ladi. Aytaylik temir, kremniy, alyuminiy bu 99% da o'zi ham narxi juda ham baland. Oddiy nimalarga qaraganda bir 5 barobar qimmatroq turadi. Mana bu noyob metallar ham shu narsada chiqadi. Mana buni ko'rsanglar bo'ladi rasmni. Bu temir, magnetit deymiz. Mana magnetitga zarrachalar, palladiy bilan platina. Mana shuni eritishimiz kerak. Ftor bilan o'shanda bular ajralib turadi. Boshqa yo'li yo'q buni ajratish. Mana bu Navoiyning chiqindilari. Mana ahamiyat bersanglar bo'ladi. Kremniy 64%, alyuminiy 15% temir hajmi 5%. Endi bu oltin bu avtomatik 5 barobar, 10 barobargacha oltin hajmi qolgan oltin ko'payadi. Uni ularni traditsion titsionovание bilan chiqazib olsa bo'ladi.